Bugun Kreativ ustozlar klubining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Toshkent shahridan bir nechta mahoratli pedagoglar yig'ilgan. Klub a'zolari esa ushbu mahoratli spikerlardan juda ham ajoyib bo'lgan metodlarni o'rganishadi. Umid qilamiz, ushbu metodlar ularning ta'lim jarayonlarida juda ham samarali bo'ladi. Klubimiz doirasidagi seminar treningni yakunladik. Bugun esa ishtirokchilar va spikerlar fikrini eshitamiz. Ustoz, bugun siz nimalar o'rgandingiz? Haqiqatdan kelishim kerak edi. Ikkita mashg'ulotda rahmat kattakon. Endi esa mumtoz ustozimiz bugungi spikerlarimiz qatorida bugungi demak seminar treningdagi shuni aytmoqchimanki, g'oyalarim kopilkasiga nechta g'oyalar qo'shilgan. Xursandmisiz? Rahmat. Endi esa keyingi spikerimiz Tashqi mufassal ustozimiz. Bugungi taassurotlaringiz